jinsiy munosabat nafaqat jinsiy yaqinlik, balki qalb ham yaqinligi, ya'ni er va xotin o'rtasidagi. Lekin shunaqa holatlar bo'ladi, ayoli bu narsaga majburiyatdan kiradi. Sababi eridan juda ko'p jahli chiqqan, etolmagan, uni qiynayotgan vaziyatlar bo'ladi. Masalan, er xotin urushib qoldi bir-biri bilan. Shu mahal erkaklar bilamiz, shu ular urushib qolganda uzoq arazlamaydigan holatlari bo'ladi va ular hozir va shu yerda bo'lgani uchun bu munosabatga kirib ketgisi keladi. Lekin ayollar emotsional holati yuqori bo'lgani uchun bu narsani risheniyasini bermaydi, eri bilan gaplashib olmaydi, ichki noroziliklarni aytishmaydi va munosabatga kirib ketishadi. Bu yerda eng muhimi, ayol kishi aynan hozirgi daqiqada bu munosabatga tayyor emas ekanligini ayta olish kerak va o'zini ichida qiynayotgan eriga bo'lgan noroziliklarini ayta olish kerak, hal qila olish kerak va bu yerda erkakning vazifasi albatta o'sha ayolini erkalab, shirin so'zlar bilan mana shu trevojnostdan, jahldan tushirib, keyin munosabatga kirganda yaxshi munosabatlar o'sha yaxshiligicha qoladi. Lekin muammolar hal qilinmasdan turib, bu munosabatga kiravergandan keyin ayol ham albatta har doim o'zidan faqat shu munosabat uchun kerakman deb o'ylab qolishi mumkin.